Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon Paxtaobod tumanidamiz. Xonadonlarga MDFdan eshik rom o'rnatmoqchi bo'lsanglar, 1 kvadrat metr nech pulga tushadi? Shu haqida batafsil ma'lumot olib o'tamiz. Aynan bu xonadonimizga 15 kvadratga yaqin joyga MDFdan shunaqa eshiklarimizni chiroyli shaklda bitkizib berishgan ekan va bundan tashqari akalarimiz Akfa bilan ham shug'ullanishar ekan. Xullas videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Uylarni qurib qo'ydinglar. Endi eshiklarini nimadan qilsam ekan? Qaysi MDF sifatliroq bo'ladi, uzoq yil xizmat qiladi? Shunaqa savollar juda ko'pchilikda aylanayotgan bo'lsa kerak. Aynan siz chet elda turib ham aynan mana shunaqa MDFlarga buyurtma beradigan bo'lsanglar, xonadoningizga chiroyli holatda o'rnatib ketishadi. Videomizga klassifikatsiyasini bosib, sizni xonadoningizda nechta eshik, nechta rom bor yozib qoldirsanglar, akalarimiz taxminan nech pullarga tushishini ham javob berib o'tib ketishadi. Qani boshladik. Azizlar, Hojimurod aka, aynan MDFlarni mana shu akamiz qilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, necha kvadrat edingiz bu joyda? 15 kvadrat. 15 kvadrat MDFdan. Endi aka, MDFda ham juda ko'p turlari bor, to'g'rimi? Aynan bu qanaqasi? MDFda eng olinarlidagi 08 MDFdan bo'lgan. Usti kraskami, nima? Kraska sepilgan. Oq ranglisi bo'lgan. Oddiy oynalar arzonroq, bunaqa oynalar bo'lsa qimmatroq chiqadi, to'g'rimi? Qimmatroq bo'ladi. Mexanizmlari qanaqa? Mexanizmlar turetskiy original zamorочкалар qo'yilgan. Rezinkalari bilan baholisi. Hozir kvadratga hisoblaymiz-ku. Narga tepalari ham hisoblanadimi, bu chekkalari ham? Yo'q. Faqat eshikda o'zi hisoblanadimi? Korobkasi bilan hisoblanadi. Asha? Korobkasi bilan. Hozir bu necha kvadrat atrofida? Bu 2.7 3 kvadrat atrofida. 1 kvadrat metri hamma xizmatlar bilan necha pulga tushadi mashina? 1 million 300 ming so'mga to'g'ri keladi. 1 million 300 ming so'm 1 kvadrat metri. 3 kvadrat bo'lsa 2 million 900 ming so'm atroflariga boradi. Shunaqa. Bitta shu MDF 3 million 900 ming so'm. O'rnatib berish hamma xizmat ichida. Endi bu ikki qanotli eshikda, to'g'rimi? Ikki qanotli eshik. Endi bu yerda ham bor yana eshik. Aynan romga ham qo'ysa bo'ladimi MDFdan? Bo'ladi, ha. Misol, mashina bilan bir xil rang, bir xil sifatda romga ham o'rnatsa bo'ladi. Uni kvadratlari arzonroq yuradimi, qimmatroqmi? Romniki arzonroq yuradi. Qancha, misol uchun, aynan shunaqa bo'lsa romniki necha pulga tushishi mumkin? Bu yer shunaqa rom bo'lganmi? Bor ekan. Romni ko'rsanglar bo'ladi. Bu necha pulga tushadi? Rom 1 million so'mdan to'g'ri keladi. Oddiy oyna qo'yilgan. Bu ham krashinli. Krashinli MDF. Krashinli MDF. Kraskasi o'chib ketmaydi. Yo'q, o'chmaydi. 3 sulov, 4 sulov sepiladi. Bu oynalar ham ichiga kiradimi, hozirgi aytib o'tgan narxingizni? Oynalari hamma narsasi ichida bo'ladi. Oddiy oyna bo'lsa necha pul bo'ladi, xuddi shu? Oddiy oyna bo'lsa 1 million 100 ming so'm. Yo'q. 200 ming so'm arzonroq chiqadi kvadratda oynasiz. Ya'ni oddiy oyna bo'lsa? Oddiy oyna bo'lsa. Bu mexanizmlari ham shu ichidagi narxi ichida. Hamma narsasi ichida. Dastavka, ustanovka qayerlargacha bepul aynan shu narxi ichida bo'lsa? Ustanovkasi Toshkentgacha, O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Vodiy va Toshkent bo'ylab dastavka ustanovkalar ichida. Vohaga kelishilgan holatda. Dastavkasi bepul lekin, a? Dastavkasi bepul. Bu tomondan bitta baho beringlar. Bu oynalarni ham qo'yib ketishibdi, bu ham rom. Endi buni ichki tomonni qanday ko'rsak bo'ladi? Bu tomondan ko'rsatsak bo'ladimi? Ha, ko'riladi. Ichki tomoni qanaqa bo'ladi deganlarga mana ichki tomoni. Bu nargilarga qaraganda kattaroq eshik ekan-a? Qalinligi necha santimetr qalinlikda bo'ladi? 4.7-5 santimetr bo'ladi. Keyin bu холодный pressda emas, горячий pressda bosilganmi shunda hozir? Albatta. Горячий press. Endi ularni MDF sohasida yurganlar bo'lsa, sizlar tushunishadi-yu. Endi aynan xuddi shunaqa, faqat rangi boshqacharoq tanlasak-chi. Kimgadir remontni seriyroq rangi yoqadi, kimgadir oq, kimgadir MDF deganda men korishneviy svetni tushunaman. Misol, oyog'imiz ostida turibdi, xuddi shu svet menga MDFni anglataveradi-da. U arzonroq chiqadimi, qimmatroqmi agar shunaqa rang bo'lsa? MDF ikki xil bo'ladi, suxoy bo'ladi, keyin lakrovniy MDF bo'ladi. Lakrovniy MDFlarimiz arzonroq bo'ladi. Zavodskiy bosilgan MDFlar. Ularni 850 ming so'mdan qilib beryapmiz kvadratni. Tushunarli. Hozir demak, bu joyda kvadrat metri 15 kvadrat bo'lsa, to'g'rimi? Aha. Hozir bitta hisoblaymiz. 15 kvadrat 1 million 300 ming so'mdan. 1 million 300 ming so'mdan. 19,5 million so'm atrofi. Shunaqa bo'ladi. Agar oynalarni arzonlariga hisoblasak, 19 million so'm atroflariga to'g'ri kelyapti ekan. Aynan mana shu 15 kvadrat joy. Bu joyda necha kunda o'tkazib berdinglar shunda hozir? 2 haftada olib kelib o'rnatdik. 2 haftada? 2 hafta. Zakazni qancha oldin berish kerak? Bir 20 kun oldin aytsa 2 hafta 15 kun. Tushunarli. Endi Akfa plastikdan ham, alyuminiydan ham qilib bera olasizlar. Aynan bunaqasini necha pulga bitadi hozir? Bularda 650 ming so'mdan kvadrat metrini alyuminiylarda o'rnatamiz. Plastik qimmatroq. Plastik qimmatroq bo'ladi. Bo'ldi. Sizlar faqat asosan alyuminiy qilasizlar, a? Tushunarli? Bitta o'zingizlar baho berasiz, tashqaridan ham qo'shib chiqarilardi. Turetskiy original uchun qo'yilgan bularga ham. Taylari alkafon bo'lgan.
usullari o'ralgan. Bu Alkafon, ha? Alkafon. Zo'r, tushunarli. Akalarimiz o'zi Andijonda Buloqboshi tumanidan va butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Bemalol MDF bo'yicha ham, Akfa bo'yicha ham murojaat qilsanglar, xudo xohlasa. Endi mana bu yil уже tugab qoldik, to'g'rimi? Asosan videolarimizni menimcha 2026-yilda ko'rishingiz mumkin. 2026-yilda ham narxlar ozgina arzonlagan, qimmatlagan bo'lishi mumkinmi? Narx o'ynab turadimi? Narxlar arzonlashi mumkin endi buni buyog'i. Buni buyog'i arzonlaydi. Demak, sezongacha. Telefon nomerlar ekranda bo'ladi. Telefon qilsanglar, sizlarga aynan siz videoda ko'rgan vaqtingizda 1 kvadrat metrni necha pulga tushayotganini ham sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tib ketishadi.